Samarqand shahridagi oliy ta'lim muassasalari talabalari o'rtasida o'tkazilgan Talabalar Ligasi sport musobaqalarining respublika bosqichi o'z nihoyasiga yetdi. Musobaqaning final bosqichi uchun mas'ul oliy ta'lim muassasasi sifatida O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti belgilandi. Mazkur institutda shaxmat bo'yicha bahslar o'tkazildi. Bu musobaqada yurtimizning turli hududlaridan kelgan 60 nafar talaba ishtirok etdi. Shuningdek, badminton bo'yicha musobaqalar yuqori saviyada o'tkazildi va ushbu bahslar Ipak yo'li xalqaro turizm universitetida tashkil etilib, 120 nafar talaba g'oliblik uchun bellashdi. Bundan tashqari, Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti sport zalida stol tennisi bo'yicha musobaqa o'tkazilib, unda 120 nafarga yaqin talaba ishtirok etdi. Tashkil etilgan musobaqalar shaffof o'tkazilishi uchun malakali hakamlar jalb qilindi. O'zbekiston-Finlandiya pedagogika institutida musobaqalarning yakuniy natijalari e'lon qilindi va g'oliblarni taqdirlash marosimi o'tkazildi. Unda institut rektori Shahzoda Negmatova so'zga chiqib, barcha ishtirokchilarni musobaqadagi faol ishtiroklari bilan tabrikladi va ularning sportga bo'lgan qiziqishlari va sa'y-harakatlarini yuqori baholadi. Musobaqalarda ishtirok etgan barcha talabalar, g'olib va sovrindorlar tashkilotchilar tomonidan diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi.